Hozir peshin namoziga azon etildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana yashil gumbazda tegdi, imom farz namozini o'qiydi, 5 mahal namozni. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, aksar ko'p o'zbek ayollari mana masjidda turib, imomdan oldinda namoz o'qishadi. O'shanga e'tiborli bo'linglar deb qolardim, chunki imomdan oldin o'qigan namoz qabul bo'lmaydi, mumkin emas. O'shanga ayollarning o'zini maxsus joyi bor. Mana bu tarafda va baqiy tarafda, ikkala tarafda erkaklardan orqada joyi bor. Shunga iltimos qilib qolardim. Tur firmalarining 50 boshida umuman hamma kiyanda oldin emas, orqada o'qishinglar shart deb aytaman. Bu nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham tegishli. Bu taraflarda erkaklar ham bo'ladi, ya'ni salqin tushgan tarafda o'zini joyi bor. Va yana aytaman, mana to'g'rida ko'rishingiz mumkin, birinchi ishi bu salom ishiga hisoblanadi. Mana masjiddan tushunamamda yashil ustunchalar qo'yib qo'ygan kichkina mana masjid imom orqasi hisoblanadi. Bu taraf hammasi imom oldi hisoblanadi. Shunga e'tiborli bo'lasiz degan umiddaman inshaalloh. Shu narsaga e'tiborli bo'lishinglarni xohlardim va umraga keladigan yaqin insonlarga jo'natib qo'ydi, chunki uzoq yo'ldan kelishadi, ibodat qilishadi, ibodatligi mustahkam va mukammal bo'lishi uchun inshaalloh shu narsani bilib olsa, xudo xolisa inshaalloh yaxshilikka bo'ladi. Eng yaqin do'stinglarga, tanishlarga yuborib qo'ying, inshaalloh foydali.